metallarimiz endi pastga qo'yib beramiz. Hozir avtomat shuni tortib o'tib ketaveradi. Hozircha shuni qo'lda tortilyapti. Assalomu alaykum Gazabloy ishqibozlari va Gazabloy biznesga qiziq qilgan akalar-ukalar. Xo'p, mana bugun o'zimiz sexda duolasa bitkazdik. 2 litrli 250 litrli suv bachoga pastda garalkali qilib, ustiga yon qilib 5 tonnali yonkiz qo'yganmiz. Xo'p. 0.86 kuba mishalkasi 4 kilovat motorlari bilan liniyamiz 24 tali qolipga moslangan. Bu yoqda 10 yoshlarda poddonga teryapmiz. Domdan zakaz tushgan, shuning uchun. Bu yoqda mana Andijondan 25 li Gazabloyga zakaz olganmiz. Razmerlari idealni chiqarib beradi. Reskamizni kesishlari ham avtoklaviya bilan bir xilda kesib beradi ko'rinishlari. Ko'rishingiz mumkin 24 tali qolib 25 lidan 6 ta qo'yilgan, 10 lidan 3 ta, 20 lidan ham 3 ta qo'yilgan razmerga. Ko'rishingiz mumkin. G'ishti idealniligini qaranglar. Tilam aylanma qilyapti. Bu yoqda ham. Kimga shunaqa Gazabloy liniyasi kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir mishalkani o'zi shuni qo'yib turishibdi. Shinnik bilan lentasi, tarozilarini endi qo'yamiz. Yoki vaqtomi boshqa zakazlarga ulgurmay qolib. Shuning uchun mana bu yoqda shitlarini hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'yganmiz. Buni miyali shitlar, mana ikkitasi tentiki. Xo'p, bunda mishalik ishlari. Biz shunday bo'lib ishlab beradi. Bu yoqda shinnakniki, lentaniki, qolgan tarozi miyalari taroz kelganda qo'yiladi. Qoliplarga keladigan bo'lsak, qoliplar 24 tali. Xo'p, listi rossiyskiy 3 lidan bo'lgan. Poddonaniki. Xo'p, profillari 8 ga 6, 3 qator tortilgan. Eniga ham 3 qator. Stenasi 2.7, 3 ga yaqin chiqadi. 2.5 dan aniq baland stenada qilingan. Xo'p, mana rashti ko'rishingiz mumkin. Ko'ndalangiga kesagani ham, tikkasiga kesagani ham idealni reskamiz. Hozir reskani ham ko'rsataman. Mana bu yoqda ham g'ishlar zakazlarga tayyorlanyapti. Kimga zaril bo'lsa, xo'p. 20, 30, 60 ta narxi 17 ming so'm joyida. 25, 30, 60 ta narxi kubasiga chiqadi. Kubasiga 500 ming so'm chiqadi. Dastavkalarini kelishamiz. Joyida 20, 30, 60imiz 17 ming so'mdan. Qoliplar terish jarayoni. Mushkalari o'zimizning legendarniy ligirovka bo'lgan mushkalardan qo'yilgan. Ko'rishlar yonlarini. Hozir eskani kesish jarayonini ham ko'rsatamiz. Tushulkalar tepasiga mashina bo'lib polistirol betonlar quyilgan. Sovuqni yaxshi ushlash uchun. Mana bu yoqda ham ketgan. Balonlari, qolipli balonlari 60 li. Ko'rishingiz mumkin, purib qo'yilgan. Ishlarda olasiz, cho'pga chiqyapti. Kesib berishlari. Hozir endi avtomat reskani kesish jarayonini ko'rsatamiz. Qoliplarning yig'ilish jarayoni. Xo'p. Teriladi, uchkasi qadaladi. Bo'ldi. 24 tali qoliplarimiz ham kilolanmaydi hattoki. Kimdirlar 12 talida ham kilolaydi. Bizda 24 talik ham kilolanmaydi. Chiqatidan hech qanaqa bir ikki tomchi qo'yishi mumkin, lekin
bir piyola hech qachon oqmaydi. Xo'p, yonidagi ham listi uchli bo'lgan, profillari 4 ga 4. Uchli stenada, o'rtalariga 2 ga 4 stena profillar qo'yilib ketgan. Qo'yaveringlar. Mana ikkinchi yonini qo'yish jarayoni. Tushdi. Bu yog'lab qo'yaverasizlar, kelaylanmayapti. Hop, endi bu yoqda ana to'rttavalli avtomat reskalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. O'zi kesib, tushib, kesib uzib bo'lgandan keyin ko'tariladi. Shponta bo'shab qo'yganiga shiqillashi bor. Buni qatirib qo'yamiz hozir. Endi ishga tushirgan kontrolarini to'g'rilab qo'yamiz. Bu yoqda ko'nalarga kesilganimiz. Hop. Xato ketgan o'sha tepasini pastroq olib qo'ygan ekanmiz, tepasini olib ketib qo'yapti lekin ko'rishingiz tuzadi. Faqat mana unisini pastroq olib qo'ygan ekanmiz. Mana o'zi tepaga chiqqandan keyin sensorni datchiklardan o'zi avtomatik o'chdi. Kimga zarur bo'lsa, mana shunaqa liniyalar, o'sha eng legendarniy bo'layotgan $40,000 liniya mana shu bo'ladi. Shu 24 talik. Xo'p, o'zimizga qo'yganimiz mushalkasi, hop, lentasi bilan shinik tarozisi endi qo'yiladi. Ikkita avtomat reska bo'lyapti hozir. Hop, talkatili ham endi qo'yiladi. Kichkina reskani o'sha ruchnoyda yuragan qilib o'rnatib qo'yganmiz o'zimizning kichiligi uchun. Hop, shunaqa dolasi idealniy ishlar chiqarib beradi bu liniyamiz. Hop, narxlariga keladigan bo'lsak, qoliplari $350 dan. Hop, avtomat reska kattasi $3000. Hop, kichkinasi yonga kesilgani hop, talkatili bilan $1,500 qilib beramiz. Hop, mishalga bu yoqda lenta, shinik, tarozi hamma yoq komplekti bilan $5000 ga bitadi. Hop, endi общий komplekt aytadigan bo'lsak, общий komplekt kuniga 1000 ta объемdagisi bilan o'sha shinik sement yo'mkisidan tashqari $25,000 ga qo'yib o'rnatib beramiz. Uning ichida hop, ta pardoni bo'ladi, 25 ta yoni bo'ladi. Ular sizlarga bir kunda 1000 ta ob'yom chiqarib beradi. Sement yo'mkisidan tashqari $25,000 ga qo'yib o'rnatib tayyor qilib beramiz. Ko'rayotgan bo'lsalar ham, tepadalari ham profillarini tushuntirib o'tib, 8 ga 8 3,5 stenadan bo'lgan. Bunisi ham xuddi shunday, mana ko'tarib tushiradigan stoykalari ham boshqacha stilda qilingan. Motorlari yangi motorlardan qo'yilgan. Bu yoqda miyasi devorga o'rnatganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha apparatlar ham qo'shib ketilgan. Faza olish bo'lsa, o'zi atkazib beradi. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa apparatlar yoki gazavlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli qilib o'rnatib yetkazib beramiz. Avtomat reskamiz yana bitta fishkasi. Hech qanaqa torimiz, qolib qatirish yo'q. Shuni o'rtalatib olib kelib qo'yiladi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, pastga hech qanaqa torimiz qo'yilgan yo'q. Bitta tugma bilan
o'zi tushib keta borganda ishlashni boshlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Kesishni boshladi. Pastda hech qanaqa tormoz yo'q. Olib kelib, prosta qo'ydi, bo'ldi. Tushib kesyapti. Yana bir qulayligi mana shu, ikkinchisi shunaqa aniqlikda chiqarib beradi.